Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan turklarning yana bir ajoyib kurabiyalardan birini tayyorlab ko'ramiz. Buning uchun ishimizni ikkita tuxumni idishimizga solib olishdan boshlaymiz. Kerak bo'ladigan masalliqlar ekraningizda ko'rinib turibdi. Endi 1 stakan shakar solamiz. Yenchikda shakarimizni eritib aralashtirishimiz kerak bo'ladi. Ozgina aralashtirib olamiz. Endi bunga 1 choy qoshiq razrxitel bilan 1 choy qoshiq vanilin solib olishimiz kerak. Mana 125 gram margarinni eritib solib olamiz. Margarinimizni avvaldan eritib sovutib qo'yishimiz kerak, bo'lmasa tuxumlarimiz pishib qolishi mumkin. Mana bo'ldi. Endi bunga 2 osh qoshiq kakao solib olamiz. Xohlasalaring 3 osh qoshiq solishlaring ham mumkin, rangini to'qroq qilmoqchi bo'lsalaring. Yenchikda aralashtirib, ozgina aralashtirishimiz kerak. Shakarni maydaroq, iloji bo'lsa maydarog'ini ishlatishlaringni tavsiya qilaman. Oz-ozdan un solib, yumshoq xamir qilishimiz kerak. Unni ko'p sovormaymiz, qattiq bo'lib qolishi mumkin. Kam-kamdan solib yumshoq xamir qoramiz. Mana xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Yumshoq, qo'lga yopishmaydigan ko'rib turibsizlar. Endi buni pergament qog'oz to'shalgan listimizga dumaloq qilib shakl berib kelib chiqamiz. Duxovkamizni 180 darajaga yoqib qo'yamiz. Oldindan qizib turishi kerak bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar qanaqa shakl berganimni. Xuddi shunaqa qilib dumaloq shakl berib yoyib terib chiqishlaring kerak bo'ladi. Mana tayyor bo'ldi. Endi buni 180 darajaga 15-18 minutga qo'yamiz. Mana kurabiyalarimiz tayyor bo'ldi. Ustlari yorilgan vaqtda o'sha pishgan bo'ladi. Endi buni ustiga shokolad bilan bezak beramiz. O'tgan safardan ozgina bezakim qolgandi, shakarlardan o'shandan bezak berib chiqamiz. Mana 200 gram shokoladni eritib olasizlar. Mana shunaqa qilib botirib chiqasizlar. Meni avvaldan eritib qo'yganim uchun ozgina quyuqlashib qoldi. Shuning uchun izlari bilinib qoldi. Eritgan vaqtida botirib olsalaring suyuqroq bo'ladi va usti tekis, chiroyli bo'lib chiqadi. Lekin bu bilinmaydi. Ustiga bezaklarimiz sepganimizdan keyin bunaqa izlar qolgani umuman bilinmay ketadi. Hech narsa qilmaydi. Mana bo'lib qoldik. Men kamrog'iga shokoladga botirib ko'rsatdim. Ko'p vaqt ketmasligi uchun. Mana endi ustiga dekorlarimizni sepib chiqamiz. Xohlagan bezaklaringni sepishlaring mumkin, xohlagan narsalaringdan foydalanishlaring mumkin. Yong'oq, stroshka, pista, har xil dekor shakarlarimiz bor, bezaklarimiz bor, bilasizlar. Bemalol foydalanuringlar. Mana tayyor bo'lib qoldi. Buni muzlatgichga qo'yib shokoladlarini
muzlatib olamiz. O'zi qotib ham qoladi, xonada tursa ham, salqinroq joyda tursa ham. Mana tezroq qotish uchun muzlatgichga qo'yib qo'ydim. Mana ko'rib turibsizlar, ichlari ham juda ham yaxshi mayin bo'lib pishgan. Sizlarni ham tayyorlab ko'rishlaringni maslahat beraman. Videomiz yoqqan bo'lsa juda ham xursand bo'laman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.